ko'rgazmada men o'zim ham aloe bardosh mato bilan ishtirok etyapman. Bu matoning tarkibida 25% paxta toli va 75% xilzatil tolasini tashkil topgan. Bu matoning yuqori haroratga chidamliligi 924 grammni tashkil etgan bo'lib, bu matoyimiz MCS, ya'ni Favqulodda vaziyatlar vazirligida faoliyat olib boruvchi o't o'chiruvchi xodimlarning maxsus kiyimining ustki qatlami uchun mo'ljallangan mato hisoblanadi. Afzalligi chet eldan kirib kelayotgan import matoning o'rnini bosuvchi eksportbop mato hisoblanadi. Importdan kirib kelayotgan matolarimizning narxiga nisbatan yarim baravar narxida arzon.